Bu milliard dollarlik raketa. Kelajak texnologiyalari bir kun kelib sizni Marsga olib chiqadi. Chunki siz o'zingizni 500 million dollarlik biosfera uyingizda yashay olishingiz uchun albatta. Qoyil maqom. Ushbu videoda biz sizga kelajak naqadar ajoyib bo'lishini ko'rsatamiz. Yo'qolib ketgan turlarni qanday qilib jonlantirishimizni ko'ra olasiz. Bu rostdan ham kelajak. Sizni istalgan joyga olib bora oladigan uchadigan mashinalar va yana ko'p narsalar. Keling, 1 dollarlik lampochkadan boshlaylik. Agar shunday lampalardan milliontasini birlashtirsangiz, siz insoniyatning kelajakdagi simulyatsiyasini yaratishingiz mumkin yoki-da Marsni. Ushbu videoda men sizlarga eng ilg'or texnologiyalarni ko'rsatib chiqaman. Keyingi navbatdagi texnologiyamiz 10 ming dollarlik Neuralink, miyaga jarrohlik yo'li bilan joylashtirilgan kompyuter chipi. Bu Nolan kabi odamlarga dunyoga qayta bog'lanishga yordam beradi. Bo'yningizdan pastki qismi falajmi? Ha, va taxminan 8 yil davomida hayotimda biror bir ma'no topishga harakat qildim. Neuralinkni o'rnatganingizdan keyin sizda nimalar o'zgardi? Men oddiy odam kabi kompyuterda ishlay olaman va u buni barini faqatgina fikrlari bilan qiladi. Kursovni ongingiz bilan harakatlantirasiz. Ha, aynan shunday. Miyangiz orqali xabar yubora olasizmi? Yaxshi, lekin uning qo'llari falaj. Keling sizga buni ko'rsatamiz. Nolan miyasidagi neyron signallaridan foydalanib, neyrolik impulsini harakatlarga aylantiradi. U aql kuchi bilan salon deb yoza oldi. Bu aqldan ozgalik bo'lmay boshqa nima bo'lsin? Lekin bu hammasi emas. Siz shunchaki chapga deb o'ylasangiz, mashina chapga harakatlanadimi? Chapga, o'ngga, qulab tushmasin. Voy, tamom. Ajoyib. U faqat aql kuchi bilan o'ynab bizlarni quruq yengdi. Menga bunday ish qilishga imkon beradi deb o'ylamagan edim. Kelajak texnologiyalari nafaqat onga, balkim tanaga ham yordam berishi mumkin. Kay misolida bo'lgani kabi. 12 yoshli Kay qo'lsiz tug'ilgan va afsuski yo'l chetida tashlab ketdi. Kay hozir oddiy protez olaman deb o'ylayapti. Zo'r. U bu shifokorning xonasida ekanligini bilmaydi va u dunyodagi eng ajoyib bionik protezni oladi. Bu protez naqd 25 ming dollarlik. Xuddiki super qahramonlar filmidek. Uni lol qoldiradi. Ahvollar qalay Kay? Salom. O'zingni tanishtira olasanmi? Men 12 yoshdaman va meni Xitoydan asrab olishgan. Kay bu Jimmy ekanligini bilmaydi. Sen o'ying, sen bizni muxlisimiz ekanligini aytgandi. Bo'lish mumkin emas. Ha, mana bu esa sen olishing kerak bo'lgan qo'l. Lekin bu menga unchalik yoqmayapti. Shuning uchun senga sovg'am bor. Ishonish qiyin. Bu dunyodagi eng ilg'or bionik protez qo'l. Oyingni aytishicha, sen sport va faol dam olishni yaxshi ko'rar ekansan. Bu esa sen istagan yumushni qilishga yordam beradi. Bu xuddi tishga o'xshaydi. Eng zo'ri shundaki, bu qo'lda sensorlar mavjud. Hech narsani tortishing ham shart emas. Sensorlar seni miyangdagi impulslarni o'qib, harakatlarni keltiradi. Bu zo'r-ku, ha? Ha. Qo'lingni qimirlat. O, bunga bir qarang. Mana bu yog'ochni ushlab ko'rishga harakat qil. Va mana, hammasi ajoyib. Qani qo'limni qisib ko'r. Oho, bu juda ham ajoyib. Va mana, ajoyib. Agar Mr. Beast logotipidan zerikan bo'lsang, uni yechishing mumkin. Joyiga qo'yganingiz yaxshi. Bugun hayotimdagi eng yaxshi kun. Yo'q, Juda ham ko'p insonlarga yordam berganingizni ko'rganman, lekin mening oldimga kelasiz deb o'ylamagandim. Va mana biz. Ha, bionik qo'l hayotni o'zgartiradi, ammo bu hech narsa emas. 150 ming dollarlik uchar mashina bilan solishtirganda. Ishga ketayotganimda meni quvib o'ta olasanmi? Ha, agar yutsangiz sizga 1 million dollar qarz. Agar yutsam 1 million dollar? Oh.